Assalomu alaykum. Xayrli kun. Adabiyot darsliklaridagi asarlarni tushunishga yordamlashish maqsadida Ayrim so'z va iboralarni izohlashda davom etamiz. bugungi mavzu Jules Verne'ning 15 yoshli kapitan asari. Birinchi so'z quyruq. Dum samolyot va kemaning orqa qismi ma'nolarini anglatadi. Kemaning quyruq tomonidagi shinamgina kayutasiga joylashib oldi. Matros kema jamoasining oddiy a'zosi. Kema jamoasidagi 5 ta matros juda inoq yashar edilar. Kambus kema oshxonasi. U kun bo'yi ko'pgina joyni plita egallab yotgan torgina kambuzda band edi. Yunga dengizchilikni o'rganayotgan yordamchi. 8 yoshida janubiy mamlakatlarga qatnaydigan kemaga yunga bo'lib ishga kirdi. Paluba kemalarning taxti qoplangan yuzasi, sahni. Shu mahal kema oshpazi palubaga chiqdi. Milya bu o'lchov birligi bo'lib, 1 milya 1,8 kilometrga teng. Astronomik kuzatishlar kapitan Gulga piligrimning turgan joyini 1 milgacha aniqlikda aytib berardi. Infuzoriya suvda yashovchi bir hujayrali jonivor. Mikroskop bilan ko'rinadigan eng mayda infuzoriyadan ham kichikroq bo'lar edi. Qovuq o't yoqish uchun tayyorlangan maxsus paxta. Kashanda Tomning suv kirmaydigan tunuka qutisiga solingan qovug'i bor ekan. Mujmal tushunib bo'lmaydigan, noaniq. Ehtimol deb mujmal javob qaytardi Negoro. Hayon foyda, naf. Bir miri hayon, 3 miri ziyon degan gapning o'zginasi bo'ldi-ya. Ya'ni 1 tiyinlik foyda keltiraman deb 10 tiyinlik zarar keltirding degan hozirda ham ishlatiladigan maqolning bitta ko'rinishi. Sizga hozircha aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.